qadrli kuzatuvchilarim, mana kimlardir xabardor bo'lgandir. Trendga chiqib ketdim. Kelinlar xizmat qiladi-da, qaynona qaynotasini degan gapim yoshlarga yoqmay ketdi. U ma'noda aytmadim. Masalan, qullik qilish kerak. Ota-onasinikida uy yo'qligidan kelgan degan ma'noda aytmadim. Baxtli yashash uchun sharoit yaratib bergan ota-onani shu bir piyola choy, bir choyning choy, bir kosa ovqat bilan siylasa bo'ladi-ku degan ma'noda aytuvdim-da. Unaqa chuqurlashishini o'ylamagan ekanman. Qizlarimiz, asal qizlarimiz, bar bilmasam edi, o'zbek ota-onalar borganingda ish qilib